Assalomu alaykum gaz balon kuzatuvchilari. Bugungi ish jarayonimizda Cobalt mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga 4-pokoleniya Italiya, Polsha оборудованиясini qo'ydirganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Reduktorimiz AT12 italyanskiy reduktor. Farsunkamiz Polshaniki Stak firmasiga tegishli 0.2-4 tali injektorimiz. Blok upravleniyamiz Gofas 200 korosli, hammasi под kapot original. Zapravishimiz ham italyanskiy korosli. Montaj idealniy bo'lgan. Shlanglarimizgacha даже faglit hech chiqarilmagan shlanglar qo'yganmiz. Bu mashinamizga 90 tali balon qo'yganmiz. Qanaqa turishini ko'rishingiz mumkin. Maksimal darajada ichkariga joylashtirib berganmiz. Kran balonimiz ham italyanskiy, gofra fishki hammasi avarinkalari bilan chiroyli qo'ydirganmiz. Korosli chanamiz hech qachon balonga ziyon keltirmaydigan chana. O'zimiz yasab, cho'kib qo'yib berganmiz rezinkalarini original qilib. Shunaqa original zapchastlar sifatli mahsulotlar sizlarga kerak bo'lsa, gaz balonimizga murojaat qilib qo'yasizlar, tanlovda adashmanglar. Bu videoni gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat.